Shariatning maqsadlari bor. Mana shu shariatning maqsadlarini bilib olgan inson adashmaydi. Shariatning maqsadi nima desa, shariatning maqsadi 5 ta bo'ladi azizlar. Birinchisi dinni muhofazasi. Din muhofazasi. Ikkinchisi jon, uchinchisi aql, to'rtinchisi nasl, beshinchisi mol-mulk. Mana shuni muhofazasi uchun kimdir harakat qilayotgan bo'lsa, shuni ichida kimdir yashayotgan bo'lsa, u shariat qoidalarining ichida yashayapti ekan. Islom shariatining ichida yuribdi ekan. Agar mana shu 5 ta shariatning maqsadiga zid bo'lsa, aksi bo'layotgan bo'lsa, u noto'g'ri yo'ldan ketyapti. Giyohvand moddalarga agar e'tibor bering, insonning joniga xatar, aqliga xatar, moliga xatar, nasliga xatar, borib insonning diniga xatar. Shariatning maqsadiga to'laqonli zarar. Shu sababli bu illatdan hammamiz uzoq bo'lishimiz kerak.